Lakkon tog' bag'ridagi hayot. Markaziy Osiyoning qadimiy bag'rida, Tojikistonning sokin hududlaridan birida vaqt go'yo shoshilmaydi. Bu yerda tonglar shaffof, havosi musaffo va hayot o'zining asl ohangida davom etadi. Bu Lakkon qishlog'i. Tog'lar bag'riga suyanib, vodiylarga boqib turgan bu maskan tabiat va inson o'rtasidagi nozik muvozanatning tirik timsolidir. Bu yerda har bir shamol nafasi, har bir barg shitirlashi o'ziga xos hikoya so'zlaydi. Sug'd viloyatining bu go'zal qismida hayot qadimdan davom etib kelmoqda. Asrlar osha shakllangan turmush tarzi bugun ham o'zligini yo'qotmagan. Bu yerda inson yer bilan yashaydi. Yerga urug' sepiladi va u faqat hosil emas, umid ham beradi. Bahor kelishi bilan tuproq uyg'onadi, daraxtlar gullaydi, ariqlar jilg'alab oqadi va hayot yana bir bor yangidan boshlanadi. Yoz esa mehnat fasli. Quyosh tig'ida pishgan mevalar, uzumzorlardagi baraka, bularning barchasi inson qo'li va sabrining mevasi. Kuz minnatdorlik fasli. Hosil yig'iladi, hovlilar fayzga to'ladi va har bir mehnatning natijasi ko'zga ko'rinadi. Qish esa sokinlik olib keladi. Tog'lar oppoq libosga burkanadi. Hayot biroz sekinlashadi, ammo to'xtamaydi. Lakkon aholisi sodda, ammo chuqur hayotiy donolik egalaridir. Ularning kundalik turmushida mehnat, sabr va qanoat asosiy o'rinni egallaydi. Bu yerda non yopish oddiy jarayon emas, balki qadriyat. Har bir tandir oilaning yuragi, har bir non mehr ifodasi. Avlodlar o'rtasidagi rishta bu qishloqda ayniqsa mustahkam. Keksalar o'tmish xotirasi, yoshlarga yo'l ko'rsatuvchi tirik maktabdir. Har bir hikoya, har bir nasihat vaqt sinovidan o'tgan haqiqatdir. Marosimlar, urf-odatlar bu yerda shunchaki an'ana emas. Ular xalqning o'zligini saqlab qolish vositasi. Har bir to'y, har bir yig'in birlik, hamjihatlik va qadriyatlar bayramidir. Ammo vaqt o'zgaradi. Dunyo tezlashmoqda. Zamonaviylik nafasi Lakkonga ham yetib kelmoqda. Texnologiya, yangi bilimlar, yangi orzular yoshlar hayotiga kirib bormoqda. Bugungi yoshlar ikki olam orasida yashaydi. Biri ajdodlar merosi, ikkinchisi kelajak sari intilish. Ular o'rganmoqda, izlanmoqda, orzu qilmoqda. Ammo yuraklarida bir tuyg'u o'zgarmaydi. Bu o'z ildizlariga bo'lgan muhabbatdir. Ko'pchilik uchun bu qishloq kichik nuqta bo'lishi mumkin. Ammo bu yerda yashovchilar uchun bu butun bir olam. Lakkon bu faqat joy nomi emas, bu hayot falsafasi. Bu yerda vaqt sekinroq o'tadi, ammo har bir lahza chuqurroq his qilinadi. Bu yerda inson tabiatni emas, balki o'zini anglaydi. Va ehtimol aynan shuning uchun ham Lakkon kabi maskanlar bizga eng oddiy narsalarning ham naqadar qadrli ekanini eslatib turadi. Bu Lakkon, tog' bag'ridagi sokin, ammo ma'noga boy hayot maskani.